Assalamu alaikum. Kecha jamg'ir jab bozorga bora olmay qolib, bir globusga kirib, taң qalishdi, keyin balada aytib bereyim. Hem mandarin bozorda da ekan bası 150 so'm. Almurut da şu 150 so'm tegeregi. Apelsin 130-150 bozor men tengleken. Biroq mo badran 25 so'm deb жазып qo'yibdi, bir kassaga barsam 29 so'm oldi. Bari arzon ekan da. Kurash degan sorti. Jirg'ab bundan bir 7 kilo alib oldim o'xshaydi, baldarim badran yaxshi jeydi. Mana o'shaning uchun bozordan ayirmasi yo'qdir. Bozorda azarroq bular. Badrando alam desanglar globusga borishinglar kerak ekan. Bu acheyin aytishim banan globusda arzonroq deb, endi badrando arzonroq bo'ldi. Qancha uchun bu baho turadi bilmayman. Pomidor bozorda ile bağda ekan, biroq bozorda azarroq pomidor topsa bo'ladi. Eğer magazinde 150 so'm bo'lsa, pomidor bozorda, o'sh bozorida 100 so'm, 130 so'm. 130 so'mdan Qozog'istondan kelgan etdi pomidorlar. 100 so'mga janab teplitsaniki. Undan yana aytqim keladi. Qulpunay dükkandlarda qimmat ekan. Bozorda 200 so'm. Dükkandlarda 250 so'm qulpunay. Qo'qongilarsda chireshin deb qo'yadigan Bishkekda. Alda bozorda 50 so'mga arzonroq. Qolgan baholar bari bozorda arzonroq bo'lib o'tadi. Misali kapusta, qizilcha, sabis, yana boshqa narsalar. Kartoshka negadir globusda 52 so'm ekan, bozorda 55-60 so'm kilogrammi. O'shol baholar.